Assalomu alaykum. Omonmisiz? Yaxshi. Barakat toping. Ismingiz? Habibullayeva, Frangiza. Farangiza. Ha, mikrofon sal yaqinroq ishlaysiz, ha? Farangiza. Nechinchi sinfsiz? 11-sinfga o'tdim. Shu yil hozir 11-sinfga o'tdingiz, ha? Yaxshi. Qayerdansiz? Mirobod tumani. Mirobod tumanidan, Toshkentdan, ha? Yaxshi. Bizni qaysi kursimizda o'qigandingiz? Maydagi kurslarda o'qidim. Maydagi kursimizda Necha kunlik kursda edi? 2 oylik. 2 oylik kursda o'qidingiz. 60 kunlikda, ha? Mana shu qarang, o'zi odatda abituriyentlar, endi o'qituvchilarda ham bo'lishi mumkin, talabalarda ham onlayn tayyorlanishga ishonch bo'lmaydi. Qanaqa, kimdir yordam qildimi yo ota-onangiz ishonch bildirdimi onlayn kursda o'qishingiz uchun? Onlayn kursni o'zi xolam topib berdilar birinchi. Aha. Keyin men shu o'qidim. Sizda noyabrdagi kursingizda ham o'qigandim. Zo'r. Ota-onangiz qarshilik bildirmadimi? Yo'q. Uydagilar, "Yo'q, qo'y, onlaynda natija qilib bo'lmaydi, ololmaysan." Ular meni qo'llab-quvvatlashdi. Ha, ular qo'llab-quvvatladi, natijada B+ sertifikat. 99 sertifikat olgan. ha? Xolasi ham bizda o'qib sertifikat. Barakat topsin. Xolangiz sizni sertifikat olishingizga sababchi bo'lgan. Zo'r. Mana shu xolalar kuzatib turgan bo'lsa, umri uzoq bo'lsin. Mana shu kishini sertifikat olishiga sababchi bo'lgan bo'lsa, boshqalarga qanaqa? Mana bizlarda darsda o'qidingiz-ku. Boshqa onlayn kurslarda o'qigansizmi ona tili? Yo, ko'rgansizmi umuman? Ularda ham ko'rdim. Ularda уже menda qiziqish bo'lmadi, zerikdim. Sizni baqirib dars o'tishlaringiz meni uyg'otib, uyqumni o'chirib Barakat toping. Biz odatda o'zi har doim shunaqa energiya bilan dars o'tishga harakat qilamiz. Nasib bo'lsa, sizga ham shuni tilaymiz. Kelajakda mana hozir endi 11-sinfga o'tdingiz, shunaqami? Bu yil nasib bo'lsa 11-sinfda hamma sertifikatlarni naqd qilib, 100% qilib qo'yib, sizga baribir B+ bo'lsa-da, bu kishiniki hozir B+ bo'lsa Savandir aka, lekin men 100% ligini yo'qman. Chunki men ko'rgan bo'yicha foizda 99 edi foiz. Shunaqami? Foiz 99 yana deysanglar ham bor. Bab 100% 30 30sangiz deyapadi. Ona tili naqd. Yo'nalish qaysiga topshirasiz nasib bo'lsa? Ona tili. Ha, filologiya yo'nalishiga. Unda kutingizlar, eng kuchli yana bitta Jaloliddin Baxtiyorovga o'xshaydigan filolog tayyor bo'ladi. Xudo xolasa siz ham mana shunaqa 3000 lab, 4000 lab ustozlarni tayyorlab, ularni natija qilishiga sababchi bo'ling. Ota-onangizga katta rahmat. Chunki sizda zaruriyat bo'lmagan joyida, mana 10-sinfga juda zaruriy emas sertifikat. Zaruriyat bo'lmagan joyida kelib bo'lib hamki onlaynga ishonch bildirganiga. Onlaynga ishonch bildirganiga ota-onangizga rahmat. Ota-onaning o'sha har bir daqiqa vaqtini, topgan pulini qiymatlab, mehnat qilganingiz uchun rahmat. Shu Jaloliddin ustozga, sizga minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat. Shu natijalarga erishishimga siz katta sababchi bo'ldingiz. Rahmat, barakat toping. Ishonchli dars ham bo'ladi. Ishonchli dars. Biror marta o'ylagansizmi? Aldab ketarmikan, ha, deb to'lov qilishdi. Boshida bo'lgan. Boshida bo'lganmi? Aldab ketib qolsa nima qilamiz deb, ha? Oyim ham o'zi sizda o'qib, xolam ham o'qishdi, ular ham sertifikat olishdi. Barakat topsin. Uyda o'zi ona bola sertifikat oldilaringiz. Zo'r. Zo'r. Shunaqalar juda ham ko'p. O'zi umuman oilaviy tayyorlanib sertifikat olganlar, o'sha onangiz va xolangiz sizga nima qilgan? Endi olmasang bo'lmaydi, mana biz hammamiz oldik, endi olishing kerak degan. Xolam 100% sertifikat oldilar. Barakat topsinlar. Menimcha xolangiz yana ham ta'sir kuchi zo'rroq bo'lganda. Yaxshi. Agar siz mana 11-sinfga o'tgan ekan bu o'quvchimiz, 11-sinf bo'lsangiz, zudlik bilan sertifikatingizni ona tilida bitta naqd qilib qo'ying. Bo'lmasa o'zingizni tengdoshingiz, Farangiz keyingi yil mana shu paytdan boshlab biz bilan birga ishlashni boshlaydi. Siz harakatni to'xtatmang.